5 yıl burun yasalgan canımız. Şimdi şu apelle sonup kalacakmız. Birinci işimiz ilk kılıp görmedik. Güzetip bakıp ettiraslar. Namesta tar. Şunun için zine 80 cent topladım. Satarlıp kalacak acaba şunu mesle kalda salsa 2,5 metre kalır oğlum. Benim camla 2 metre mi şunday. Ve nihayet suyagini takladık. Bir ustalar bilen mesletleşip birinchi minodik şeydi turlab oldik şurga zinanimni shaklida keltirib. Ne? Shakli bilan bir xilda figurasi bilan. Shutib izinden minodu qo'ydik tag'in stoykani. Perxovatga berib chiqdik. Suyagi bitdi. Bunlardan ishlatishni hech bilmadik. Mana bu o'rtaga birini qo'yajak bo'ldik. Короче, turlarni tamom bo'ldi qo'ysak. Shutib buni qo'yib berdik. Bu o'ynamaydi. Hech qanday gapsiz bo'lishi mumkin emas. Pastagina ham opshim qilib berdik aylanaqa makka bilan. Eng salobiy sal buni olib turibdi. Sal o'ynaydi bu. Bu sirashmas. Buni ham o'ynamaydi ariqqa ketgan uchun. Garantiya. Endi ichina har xil yurakchalar bor ekan. Ko'ramiz vaziyatga qarab. Ana yana yuqu to'g'ri keladi, bu yana 7, pastana 8 qo'ysadan bo'ladi. Qimmat bo'lib ketar deb o'yladim, yo'q, normal menimcha. Normal deb olacak xudo xolasa. Bizga kerak materialni Nachtan manayında sonra kliptegan podvalda bunday verjalar bor ekan. Shuni oldik. Tanlagancha assortiment kraskalar bor ekan. Aytamiz beryapti. Bunday guldan oltirmiz. Tanlagan guldan bor. Uncha qimmat emas. 30 ming so'mdan oltirmiz irisini. Ajoyib. Ve nihayet bitti. Mana shunday bo'ldi gulimiz. Mehmon ko'rinish. Menimcha ajoyib bo'ldi. Bu aytganda ham qimmat bo'lmaydi ekan. 6 metr uzunlikda perelaga 1,5 million so'mlik material ketdi. Ajoyib chiqdi. Kraskalar versa вообще yaxshi top ketadi. Shunday xizmatlar ham qilaveramiz ekan xudo xolasa endi bundan keyin. Havolashaverasizlar. Yaxshi layf bosib qo'llab-quvvatlayverasizlar.